Qirmancha lug'atdan boshlaymiz. Acme cho'qqi. This was the acme of his career. Bu uning karyerasining cho'qqisi edi. Acne husnbuzar. The teenagers often suffer from acne. O'smirlar ko'pincha husnbuzardan aziyat chekishadi. Acorn iman yong'og'i. Squirrels is acorn. O'lmaxonlar iman yong'og'ini yeydi. Acorn. Squirrels. Acoustic. The bell was great acoustic design. Zalning acoustic dizayni a'lo darajada. Acquaint tanishmoq. Acquaintance degan tanish. I made a new acquaintance at the party. Men ba'zida yangi tanish orttirdim. Acquainted tanish. I am acquainted with this brother. Men uning akasi bilan tanishman. Otga esam bo'lib keladimi? O gapda ot bo'ladi. Sifatning ot bo'lishimi? Shunaqada. Acquiesce rozi bo'lmoq. He acquiesced to the decision. He acquiesced to the decision. U qarorga rozi bo'ldi. Decision. Acquire qo'lga kiritmoq. She acquired new skills. U yangi ko'nikmalarni qo'lga kiritdi. Qarto'qqiz. Acquisitive. Xasis odamlarga acquisitive deyilgan. He is acquisitive about money. U pulga xasis. Acquit oqlamoq. The court acquitted him of chairs. Sud court acquitted oqladi of chairs. Ayblardan oqladi. Acre yer. Bir akr yer deydi o'sha. Gektarga yaqinroqmi o'lcham. They own 10 acres of land. Ular 10 akr yerga egalik qiladi. Acrid o'tkir hiddan. The acrid smoke fills the room. O'tkir tutun butun xonani to'ldirdi. Xonani to'ldirdi ekan. Illigaj. Akramanus saharda serzarda odamning tili haqida gapirdi, qizlarning tili haqida. They had an acrimonious agreement. Ular zaharli bahsga kirishdi. Akrobatlar haqida. The acrobat amazes the audience. Akrobat tomoshabinlarni hayratda qoldirdi. Acronym qisqartma. NASA is the acronym of National Aeronautics and Space Administration. National Aeronautics and Space Administration. NASA National Aeronautics and Space Administration qisqartmasidir. Across orqali bo'ylab. He walked across the state. Ko'cha bo'ylab ketdi. Ko'cha bilan o'tdi degan tarjima qilib yozganman. Across the board yalpi. The company gave across the board raises. Kompaniya yalpi ravishda ish haqlarini oshirdi. Yalpi degan yalpida. Acrylic. The artist used acrylic paints. Rassom akril bo'yoq ishlatdi. Act harakat qilmoq. He acted bravely in danger. U xavfda jasorat bilan harakat qildi. Actual haqiqiy.
This is the actual reason. Bu haqiqiy sabab. Actually, haqiqatda, actually, I don't agree with you. Haqiqatda men siz bilan hamfikr emasman. Actuate. Harakatga keltirmoq. The machine is actuated by electricity. Mashina elektr bilan harakatga keltirildi. Rahmat. Bo'pti.